Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bizga charchamayapmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Siz ham yaxshimisiz? Juganaymi? Ha, bilaman. Aya, sizlarsa so'rasam mayli? Mayli, so'ra. Biz aylanishga bormoqchi edik-da bugun. Hozirmi? Mayli. Oldin obedga bo'linglar. Xonalar ochgandir. Choylarni ichib, mayli aylanishga borib kelinglar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Hech kim qolib ketmanglar. Xo'pmi? Xo'p, mayli, yaxshi borib kelinglar. Hali yaxshi o'tiribsiz. Ehtiyot bo'linglar. Qani, bu ayangmi seni? Ha, ayam. Bu ayangmi? Bu onam emas, bu seni asrab olgan. Men senga haqiqiy ayang qanday bo'lishini ko'rsataymi? Bu yerga men ko'rsat. Qara, men sodasi shaharda ichib yursak, ana boy deb o'ylasak kerak-a? Shu uchun qo'yib shaharda chalamiz. Jiroqda ayangni so'ragan. Ayang lekin zo'r ekan-da. Men senga hozir onamni ko'rsataman. Ayam o'zi o'tiribdi ekan. Aya! Marisa! Gapir! Nima gapirmasa, tiling yutganmisan? Ko'zimni ochib berdim mana piyozam. Nima qilay ekkanman? Nima deysan? Aya qarang, dugonamning akasi suv berib yuribdi-da, ya'ni yangi zavod ochibdi shunaqa suv. Sizga deb, ha? Ab dugonamning akasi meni qayerdan tanirkan? Bu men dugonam deganda meni shu dugonalaringga ber debdi-da. Nima degan suvi? Reveram ekan mana. Menosi ham bor-da. Ichasizmi onamizdan? Ochib ber. Men qara sen nima joylarni kiymay ketding. Hamma kiyimlarni hamma yoqqa sochib tashlab ketgansan. Sen orqangdan men nima? Sen tozalab berishim kerakmi? Ha? Men sening xizmatlaringmanmi? Sen berasan, men sen orqangni tozalab berishim kerak. Yo'la qiz bo'lmagan. Lekin aytam. So'ratam qizim. Ha, sizga berib yuribdi-da. Yaxshi keldingmi qizim? Qaysi dugonang? Dildora degani. Ha, Dildora, ha, senmisan? Ha, yaxshimisan qizim? Uydagilaring yaxshimi? Ayang yaxshimi? Dadang yaxshimi? Hammasi yaxshi yuribdi? Zo'r ekan. Akangga rahmat aytib qo'y. Xudo xolasa to'ylar qilsa olib berasizlar-da shunaqa suvlardan, maylimi qizim? Voy zo'r ekan. Aya, aylanishga bormoqchi edik-da, boraylikmi? Mayli, mayli. Qachon kelasizlar keyin? Nima qilib aylandinglar? Lekin pulim yo'q qizim. O'zing pulni bermas chiqib. Mana pul so'ramada qizim. Bemalol aylanib kelaveringlar, aylanaylar. Va tez, erta kunda kech qilmasin, tezroq kelinglar, maylimi? Zo'r ekan bu suv. Menga nima bu ham? Ay, hozir? Ha, sizga. Voy, rahmat ey. Bundan ko'rdingmi, mana shu haqiqiy ona bo'ladi. Sen ayang, sen asrab olganda. Bu yoqda boqib-chaqib qilmalaring. Men boshqa qilmalaring. Ha? Ey, hozir keldingmi? Men soat 5 bo'ldi. 5 gacha nima qilib yuribsan? 12 da kelishing kerak edi. Ay, darslarim qilib kelyapman-da, hamma ishlarim tugatib, darslarim bor edi. Shular qilib kelyapman. Nima bo'ldi? Peshonang настроенияsi yo'q. Ha, yaxshi. Yaxshimi? Barisi? Ha, yaxshi kelgan bo'lsin. Unda bir tish puldada ustingni almashtirib chiq. Buni ishlarni qilib tashak. Belim og'rib ketdi. Ertalabdan beri tinmayman. Ketdim men, charchab. Yur haydab kelaysanmi, charchaysan? Ha? Yo'lay og'ay, o'qisang o'zing uchun o'qiysan, menga o'qitganing yo'q. Ya oyligingga pulni bir olib berayotgan joying yo'q. Yur. Nima yerga qarab tursan, tez ovqat hozirdan kelar. Qara, hoy. So'malsan, so'mal. Evel. Nimalarni yeyirasan? O'zi har doim bor, attelab kech kelaman, o'sha ishlar tugashiga keling deb, lekin har doim ish boshlanishiga kelaman. Attel boshimda orqamda sindirlab tez bol ustingni almashtirib chiq. Hozir men qara, ana yangi olgan krossovkamiz bor-ku. Ha, o'shani. Anami oyog'ingni aniq qismadimi? Ay, shu bitta kiyib chiqayin, ha. Nimaga? Sal uchib bot. Qismay turuvdimi? Sal bot. Qisdimi? Yo'q, sal. Men shuni bo'lmasa menga aytmaysan. Shuni kiyib chiqayin bitta. Bor bitta kiy. Men qara, ha. Naski bilan kiyda shuni. Bitta naski, ana yangi naski bilan kiyda. Agar qisayotgan bo'lsa, qara lekin. Aya. Ha. Mana kiyib chiqdim, qara. Qani yoqdan bu yoqqa yurchi. Aya, o'rtayapti-da, yursan. O'rtayapti deysanmi? Qisayaptimi? Ha, yo'q. Nimaga bo'lsa aytmang shuni. Ha? Uyga kelgandan keyin aytib o'tiribsan. Rost deb o'yladim. Sotuvchining betiga ko'tiga qarayvermasdan. Sizgacha ko'zing o'ynamay. Men qara, bilasanmi qator qaysi qatorda edi? Mening boshim aylanib qoldi yoqda. Men bilmayman qayerdan olganini. Ay, o'zi birinchi marta bordim hozirga. Menga qara, bilasanmi yo'qmi deyapman men buni oldi. 500 mingga oldi. Aya, qayerdan Qayerdan olgan bo'lsa, borib kattasiga almashtirib ket. Tur yo'q
yo'qol. Bir ko'zimga ko'rma. Turmoq qur dedim senga.